Nuroniy jamg'armasi hamda vatandoshlar fondi tomonidan xorijdagi yoshi ulug' vatandoshlar uchun Chinor loyihasi ishlab chiqilgan edi. Ushbu loyiha doirasida bir qator nuroniylar hozirda yurtimizning turli hududlarida bo'lib, mazmunli hordiq chiqarishmoqda. Ushbu loyiha ilk bor 2024-yilda amalga oshirilgan bo'lib, bu yilgi dastur ko'lami yanada kengaydi. Joriy yilgi Chinor loyihasi doirasida umumiy hisobda 100 nafar xorijda istiqomat qiluvchi 50 yoshdan oshgan vatandoshlar yurtimizga tashrif buyurishdi. Biz Qozog'iston Respublikasi Chimkent shahridan tashrif buyurdik. Men o'zim O'zbekistonda Xorazm viloyatida Gurlan tumanida tug'ilganman. Deyarli 37 yil bo'ldi Qozog'istonda istiqomat qilayotganimga. Loyiha doirasida nuroniylar mamlakatimizdagi diqqatga sazovor joylar bilan yaqindan tanishish, boy madaniyatimizni his qilish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Tanlov e'lon qilinganida xorijdagi vatandoshlarimiz, men Tojikiston Jumhuriyatidan tashrif buyurganman va bugun mana shu loyihaning 4-kuni, 4 kundan beri butun O'zbekistonning tarixiy joylarini aylanib sayohat qilib kelmoqdamiz. G'alaba bog'iga tashrif buyurdik va bu yerda hayratda qoldim, chunki o'zbek xalqining qanchalik vatanparvar, qanchalik xalqparvar insonlar ekanligi shu monumentlarda, eksponatlarda tasvirlaganiga guvoh bo'ldik. Kunning ikkinchi yarmida mehmonlar Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida joylashgan oromgohga tashrif buyurishdi. U yerda ikki avlod uchrashuvi hamda zakovat intellektual o'yini o'tkazilib, unda mehmonlar faol ishtirok etdilar. Biz ikkita topdik. Endi hozircha aytmayman, endi. Mana shunaqa musobaqalarni ko'rganman. Ammo bunaqasini ko'rmadim men. O'yin zo'r ketyapti. Tojikistonlik bolaga gap yo'q. Hayajon kuchli. Bunday tashabbuslar nafaqat nuroniylarga g'amxo'rlik ifodasi, balki xalqimizning ezgu qadriyatlarini aks ettiruvchi amaliy ishdir.